Hammaga salom, Dilasi o'ynovchilar va unga qiziquvchilar. Bugun biz sizlar bilan dunyoning eng kuchli himoyachilarini, Dilasini eng kuchli himoyachilarini to'g'ri full qilishga harakat qilamiz. Unda boshladik. Bittalidan kuchaytirishda davom etamiz. To'g'ri, sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga Marquinhos degan? Marquinhos ham yaxshi himoyachi, lekin Saliba yoki Rudiger darajasida emas deyishinglar mumkin. To'g'ri, ular darajasida emasdir, lekin u ham bu yil Chempionlar Ligasini yutgani uchun dunyoning kuchli himoyachilar qatoriga kirishga haqli deb o'yladim. Shuning uchun Marquinhos tanladim. Yana bir sabablardan biri Rudiger, Salibalarni ko'pchilik kuchaytirgan, ularni o'zlaring ham ko'rgansizlar, 5 tadan 100 chiqargan ko'pchilik. Shuning uchun Arnoldni, Marquinhos, Van Dijk, Hernandez tanladim. Hernandez endi o'zini qanoti bo'yicha hozir menimcha lider desak ham adashmagan bo'lamiz. Sababi hozir unga raqobatchi deyarli yo'q va Hernandez o'zi ham Al-Hilolga o'tib ketdi. Yevropada chap qanot himoyachilari bunaqangi darajada kam. Van Dijk endi hozirda qirol, markaziy himoyaning qiroli. Ikkitalik tushirib ko'ramiz endi. 4 tadan 100 chiqarib olishimiz kerak asosan himoyachilarimizdan. Arnold o'zi 4 ta 100 chiqsa full bo'lib qolsa kerak menimcha, yana adashmasam. 3 talik tushirib ko'ramiz endi. Fitness yaxshi. Van Dijk yaxshi kuchaydi. Birinchi yutimiz tayyor Van Dijkda. Endi yana bittalik tushiramiz hozircha. Arnoldga raqobatchi hozirda Kunde, Ashraf Hakimi hozir pik formada. Hakimi ham Chempionlar Ligasini g'olibi. Arnold bilan Hernandezning nima o'xshashligi bor? Kommentariyaga yozib ketinglar. Agar video sizlarga yoqqan yoki foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna va like bosib ketinglar, xursand bo'lardim. Hozircha yaxshi kuchaymoqda o'yinchilarimiz. Ikkitalik tushiramiz. Militao'dan bitta 100 chiqdi. Hozircha yaxshi ketmoqdamiz. Yana ikkitalik berib ko'rish kerak. Hozir joyimiz. Qo'shimcha ko'p bilan o'zi Arnold 90 bo'ldi, Marquinhos 90 pul bo'ladi. Endi yana hozircha bittalik shu turishlarni davom ettiramiz. Marquinhos 2 ta 100. Yana kommentariyaga yozib ketinglar sizlar uchun hozirda yoki umuman olganda futboldagi eng kuchli himoyachilar kim? Shaxsan men uchun o'ng qanotda Dani Alves, chap qanotda Marcelo, markazda Ramos bilan Van Dijk. Sizlar uchun kim? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. O'zi Arnolddan çok iyi kuchaymoqda. Arnoldni iloji bo'lsa 4 ta 100 qilmay qo'yamiz. Uni takling va paslariga tushirish beramiz. Hozirda Marquinhos qo'shimiz kerak birinchi o'rinda. Keyin kommentariyada yoki opisiyatsiyada Telegram kanali bo'ladi. Qo'ysanglar Telegramda ham har xil birga bir o'yinlar yoki menga yutganlarga birga bir do'stona o'ynaganimiz qo'ysanglar bo'ladi. Sovrinlar bo'lishi mumkin. Obuna qo'ysanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Arnolddan 400 bo'lmasa pul qolash chunki pasi KDB pasi bilan bir xil.
Anlasam juda ham yaxshi tushunyapti. Van Dijkdan 500 chiqarishimiz ko'pchilik chiqargan, lekin omad kelmasligi mumkin. Holim ko'ryapsizlar. Kontrolga 96 500 chiqarmagan holim. Hernandez. Marquinhos oz qoldi. 400 chiqarmikin Marquinhosdan. Ikkitalik turib ko'ramiz. Wow. Marquinhos ozgina texnikasini ham kuchaytirib qo'ygandim. Shuning uchun 400 chiqishi qiyin bo'lsa kerak. Hernandezdan chiqadi endi. Tezlik kuchli. Van Dijkdan bemalol 400 chiqardi. Maqsadimiz undan 500 chiqarish. Yaxshi ketmoqda. Arnold bitta qoldi tezlanishi 100 bo'lishiga. Xo'sh. Nihoyat 92. Dalshi fitnessga beraveramiz. Arnold ham o'zi pasi kontroli taklingi normalniy. Qanot himoyachisi uchun yoki kimdirlar 5 himoyada 5 sxemasini o'ynaydi, masalan 5-3-2. O'shanda hujumga asosan chotki pas bu. Marquinhos 400 chiqardik. Yaxshi. Bizda kimlar qoldi? Van Dijk. Wow. Hernandezga tutsam bo'lmaydimi shu? Hop, Van Dijk 300. Menimcha Arnold 90 bo'ladi. Shuni bilan qo'l bo'lsa kerak. Xo'sh, 90 dan ham o'tdi. Hozir Arnoldni texnikasiga beramiz. Bitta Hernandez bilan Van Dijk chalkash bo'lib ketadi. Shuning uchun Arnold ham tushib ketyapti. Çok güçlü Arnold'da. Hozir faqat Hernandez qoldi bizda. Arnold juda zo'r emas, lekin çok qolibdi. 300 kontrol bo'ldi. Like bosinglar shuning uchun. Deb hazillashib qo'yishim ham mumkin. Xohlovchilar like, xohlovchilar obuna. Dislike bosmasanglar bo'lgani. Hernandez 300 bo'ldi. Bundan ham 400 chiqadi hozir. Bizda Arnold kontrol bilan pasti kuchli bo'lgani uchun o'zi qanday 400 bo'lmay qoldi, lekin muammosi yo'q. Endi texnik tushuntiramiz. Qani Marquinhos o'zi 100 bo'lishi qiyin edi unda. Wow. Xato qildik. Van Dijk noto'g'ri tushuntirildi. Siz kontrol bilan pastga tushib qoldi. Bittalik tushuntiramiz hozircha. Ham zarbasiga berilmoqda. Naqadar omadsizlik. Sizlarga aytganim omadsiz romanni. Bittaga boshqaramiz. To'pni olib qo'yishga tushmadi. Omadsizlik degani shunaqa bo'ladi. 96 qani nima deysizlar?
hozir komment yozib qo'ydi 500 chiqadi. Yana kontrol. Internet xabar. Bunaqasi texnikaga kelganda qanaqadir noto'g'ri ketarmanda hammasi. Shular taklingga tushadi allaqachon. Bandlikdan 500 chiqargan bo'lardik, ammo shu videoda aytib o'tgandim sizlarga. Ko'ryapsizlar. Shundayam taklingga tushmayapti. No, yomon emas. Zarbalar ham ikkinchi qavat hujumda burchak zarbasini yaxshi tepa oladi. Hernandez ham qanotdan red qilib kontrol pasi taklingi slay berib qoldi-yu, lekin yomon emas. Chunki 5-3-2 sxemasida o'ynayman. Mana ko'rishlar mumkin. Arnold chotki ham kutilgan 400 chiqdi. 92 takling. Marquinhos uchun normalniy. Ammo mana kontrol bilan pasga ko'p ketib qoldi Vandikda ham. Hernandez chotki holatga tushdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna qo'yinglar. Keyingi videoda qanaqa videolar qilishimni yozib qo'yinglar kommentga. Sizlarga qanaqa yo'nalish qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar xursand bo'laman. Hammaga rahmat.